Kстати, bu kommentariydan keyin men erimga ko'rsatdim, shunaqa yozishyapti dedim-da. Hammaga salom. Hozir bitta zo'r g'oya keldi video olishga. Bu podpисчикларdan kelgan kommentariyalarni birgalikda o'qiymiz. Agar shunaqangi formatlarga yoqayotgan bo'lsa, pastda kommentariyada like, kommentariy yozib qoldiringlar. Hozir men tezgina snimat qilaman и bugun xudo xolasa sразу выложить qilaman. Orqamda aytgancha hozir ikkita bolam uxlab yotibdi. Ular uxlaguncha tez video olishim kerak. Demak, birinchi kommentariy. Qizingiz buncha xunuk boshi uzunchoqmi? Bu menimcha kichkina qiz yozgan. Chistimda subyektivni qaraganda boshi uzunchoqligini ko'rgan, bu bitta rasmni qo'ydim. Keyingisi, bez makiyaj va kipriklarni olib tashlasa hamma ayol asl basharasi ko'rinadi. Yaxshiyam makiyaj narsalar ko'paydi deb ayol kishi yozgan. Ahamiyat beringlar, ayol kishi shunaqa deb yozgan. Men o'ylaymanki, hamma ayol kishi chiroyli. Makiyajsiz bilaman, makiyajsiz ham juda ham hammamiz go'zalmiz. Keyingisi, makiyajsiz arvohga o'xshab qolar ekan deb bitta odam yozibdi. Menimcha bu eng noyob fikr. Arvohga o'xshab qolishim. Mayli, keyingisi. Ajoyib, yokida ovqat yesin, yokida video qilsin. Buni to'g'risini tushunmadim. Keyingisi, nimaga yig'lab video olgansiz? Bu ko'zim yog'iga sal ko'proq sensur yuborganman-da, o'shani kimdir yig'lab olganman deb yozib yuboribdi kommentariy. Undan keyingisi, opa pampersni uvol qilganingizdan keyin nima qilishni bilmay qildingizmi buni? Hamma biladi-yu, da, men bildim, bu prosmotr uchun. Bu Mama's pampersni men suv quygan edim-da. Keyin videoning davomiga ikkinchi video qilib, bilasizlarmi, orqasidagi lentichkasi bilan o'risi bilan o'sha narsa haqida olgan edim. O'shanga shunaqa deb yozibdilar. Так, и oxirgi kommentariy. Kstati, bu kommentariydan keyin men erimga ko'rsatdim, shunaqa yozishyapti dedim-da. Bir oy davomida so'ragan narsamni qilib berdilar. Nima qilganlarini yaxshilab eshitinglar. Pardalaringiz uzilib ketibdi, ildirsangiz chiroyli turadi. Meni o'zim juda ham tozalikni sevaman. Shunda uyga hamma narsa saramjon tutaman. Sizga ham shuni tilayman deb yozibdilar. Menda ham pardalarim uzilgan edi. Men salkam 2 hafta har kuni so'rab yurdim bu narsa haqida. Erim hozir qilaman, ertaga qilaman deb cho'zib yurganlar, lekin kommentariyni ko'rsatgandan keyin sразу qilib berdilar. Так что kommentariyda yozinglar, men erimga sразу o'sha narsani yuboraman, и ular menga o'sha narsani qilib berar ekanlar. Kstati, prosmotr uchun hammaga rahmat. Bu kichkinagina, qisqagina, tezgina video oldim. Agar shunaqa formatda yana video ko'rginglar kelsa, kommentariyda yozib qoldiringlar. Buni ikkinchi частini ham chiqaraman.